Bilaman. Judayam ko'pchilik, ya'ni oramizdagi judayam ko'pchilikda vaqtlar har xil taqsimlangan. Ya'ni internetdan oladigan ma'lumotlarimiz kunlik planlar yoki bir kunda masalan qaysi vaqtda nima qilishingiz kerak yoki bir kunga bo'lingan planlar. Masalan, bugun siz nima qila olasiz deylik. Bugun mana bu ishlarni amalga oshira olasiz. Lekin ertasi kun bu ishlarni amalga oshira olmaysiz. Bu degani siz har kunlik planlarni bir xil qo'ya olmaysiz. Men mana shu muammoga yechim qidirdim. Chunki meni o'zimni ham planlarim shunaqa. Masalan, bir kun ishga chiqaman, ikkinchi kun esa ishga chiqmayman. Bir kun vaqtim 10 soat bo'sh bo'ladi, ikkinchi kun esa 2 soatgina bo'sh bo'ladi xolos. Ya'ni bu tabiiy 2 soatga ulgurgan narsamga 10 soatda ulgurmayman. Shuning uchun men haftalik planlarni o'ylab topdim. Ya'ni o'ylab topmadim, kunlik planlarni haftalikka o'tkazishni rejalashtirdim. Va mana shuni PDF tarzida men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Xohlasangiz Instagram blogimiz shapkasiga o'ting va u yerdan siz Telegramimizga obuna bo'ling. U yerda biz har hafta yangi kitoblarni Xudo xohlasa tahlil qilamiz birgalikda. Nima mavzuda, qanday yangiliklarni olib kira olamiz, qanday o'zgarishlar kirita olamiz. Aynan, siz uchun foydali bo'ladi.